Tog'im bilan Toshkentga borsang nimalar bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Jichcha sovutab ketadi. Tush mashinada o'yindan quritib beraman sovuguncha. Tog'im bilan birorta joyga borishda yaxshi tarafi hamma rasxodlarni tog'im qiladi. Chiroyli yigit qurt olasizmi? Men yeb ko'ring, yoqsa olasiz. Ye, men chaqirishyapti chetda, tog'a. Chiroyli degan so'z senga xos emas, mos emas turishi. O'zi oynada aptini ko'rganmisan sen? Biron marta? Ha, menga emas ekan. Boshqa juda olaveramiz. Tog'im shunaqa qitmir odamki, necha yildan beri mashinasiga bir so'm pul sarflagisi kelmaydi. Sani ham Toshkentga bekorga olmagan. Yo'lda mashinasi buzilib qolishini aniq bilgan. O'zicha chuqurlab nimadirda tuzatmoqchi bo'ladi. Sen ham aqllilik qilib motorga qarab qo'yasan, baloni tushunmasang ham. Ha, tog'a, tuzadimmi mashina? Ha, faqat mashinani bekka tashlab ketib bo'lmaydi. Ha, Toshkentga yetarib ketmasmiz? Yo'q, yetarmaymiz. Tog'im yetarmaymiz mashinani deganda sani o'zing yetarasan degan ma'noni keltirib chiqarar ekan. Bir nima qilib ustaxonaga olib borib, mashinani tuzatib Toshkentga ham yetib olasan. Ye, tog'a, qani bloger. Ketdim men bor so'rash kerak. Aka siz blogersiz, ha? Ha? Meni tanidingizmi? Yo'q, taniganim yo'q. Nima tanimiz? Har kun tog'am telefonda sizni ko'raman-ku. Ha, tanidimi? Tanimadi tog'a. Kibrmikan? Yur, o'zimiz ishlardi. Sardor Hofiz bilan rasmga oldik. Kanikulda tog'iniki kelsang nimalar bo'ladi? 2. Tog'a, men keldim. Jiya, sразу untajimani. Bo'ldi tog'a. Hamma narsa shundan keyin boshlanadi. Axir tog'ay SSR chempioni-ku, o'zi erisha olmagan yutuqlarga sen bilan erishmoqchi bo'ladi. Tinimsiz trenirovka qildirib, arada master klasslar ham ko'rsatib turadi. Ara-arada shunaqa qo'rqinchli priyomlar bilan tog'ang senga motivatsiya ham berib qo'yadi. Tundan shomgacha tinmay trenirovka qilasan. Nima bilan shug'ullanib turganingni o'zing ham bilmaysan. Tog'a shuncha trenirovka nimaga deb savol ham berib qo'yasan. Tog'a, men shunda o'zimdan kattalar bilan urishamanmi? Bilib bo'lmaydi, jiya. Men seni ajdarho jangchisi qilaman. Keyinchi. Keyin artelli reklamasini olamiz, ambasador bo'lamiz. Ishla jiya. Qani, ha. Ara-arada tog'ang senga mehribonchilik ham qilib turadi. Kechiyan tarvuzimiz. Qishloqda tog'ang bilan bo'lsang, mazzada hamma mevaga to'yasan. Tarvuzni kilosi shaharda palon pul bo'yotganda betda dehqonchilik bo'yotibdi. Qani ol jiya. Tugadi-yu tog'a. Bu chaqda qo'ylarga ber dedim, ho'kiz. Tog'am faqat meni trenirovka qildiradimi desam, bo'sh vaqtida bekor o'tirmagan edi. Bu usullarni qayerdan ko'rib o'rganyaptilar ekan desam, tog'am faqat kino ko'rib o'rganar ekanlar. Yo'q, tog'a. O'zgina qoldi, o'zgina chida. Tog'a, hozir kidoyin vara. Chida jiyan, chida o'zgina qoldi. Ishqilib daraxt singan bo'lsin-da. Oxirgi shafqatsiz usullardan keyin sen uyga ketishga qaror qilasan, lekin tog'ang Ha jiyan. Tog'a, men qaytardim, o'zi tayyormanmi? Tayyorligingni isbotlasang keyin ketasan. Mana, birinchi shogirdim Hasanboy Terminator. Ana, nimaga vahroq kallaga kelmadik ana? Sen bilan mana shunday shug'ullanish kerak. Это немало времени zаймет. Ana, Toshkentga ishlagani borsang, nimalar bo'ladi? Boshida orzularing katta bo'ladi. Bu orzularga erishish uchun tinimsiz mehnat qilish kerakligini bilasan. O'shaning uchun har xil ishda o'zingni sinab ko'rasan. Quyosh kular jiss ikkita asal qas soqqa sanar dars ukam, ke, ashilla aytmay qo'ya qolsan. Ye, Shermataka. Qani deysizmi meni? Ye, Matqolli o'g'limisan sen? Toshkentga sendan 2 yil oldin kelib o'zini undan topgan qishloqdoshingni uchratib qolasan. Unga shogird tushasan, etagidan tutib orzularingga tezroq erishmoqchi bo'lasan. Usta, Toshkentda ishlarni qanaqa qilib olyapsiz? Qo'qon ishiklari olib beryapti. Ular ish sotadi, usti o'zimizda deydi. Men borib o'rnatib beraman xolos. Ustini bu gapidan keyin orzularingga bu odam bilan erisha olmasligini tushunib yetasan. Sen ham Toshkentga kelishdan oldin chakana orzu qilmagansan. Eng kamida 1 yilda qora jentira olib, QQQ nomer taqib, Saybarda kofe ichib turishda orzu qilgansan. Bitta savol bor-da. Ha, so'ra. Qani Qo'qon ishchilari shuncha zakazini qayerdan olyapti? Sekinroq so'rasang, men aytardim. O'zi ishda bo'ldi. Bor o'zidan so'raydi. Qarang, Qo'qonda siz ish ishlab chiqaringiz zo'rtingiz bormi? Ha, bor aka. Toshkentlik zakazlar qanaqa qilib olyapsiz? Toshkentda hamma narsa qimmat-ku. Ha, qimmat. Biz eshigimizni vodiy narxida sotyapmiz. O'rnatib berishimiz ham bepul. Har arzon, har sifatli narsa hammaga yoqadi. Men qarang, shundan ustidan siz ko'p pul topasizmi? Ha, aka. Ichingdagi o'sha maraz odamchani gapiga kirib, o'zing tug'ilib o'sgan joyga borib olib, Toshkentda 4 kun yurganingni hammaga bildirib qo'ymoqchi bo'lasan. Bor. Aka,
Ukam, men Toshkentdan kelyapman-da, ustam aytdilar, shu yerda ishlayman ekan. Toshkentga ish chiqaramiz ekan zakazga. Chuvotsanmi? Aytishadi, kelsa haydab yuborgin deyishadi. Nima o'zlari aytmadilar menga? O'zlari aytgani hijolat bo'ptilar. Shuncha ishdan keyin Toshkentga yana qaytib borib noldan boshlasam ekan? Nima qilsam bo'ladi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Paq.